Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan milliy sertifikat imtihoniga tushgan 8-savollar bilan tanishamiz. Demak, birinchi savoldan boshladik. Agar AN arifmetik progressiyada A10 bilan A12 ning yig'indisi 25 va mana bu tenglik ham o'rinli bo'lsa, u holda A11 qo'shilgan A21 ning qiymatini toping demoqda. Dastlab birinchi tenglikka ko'ra uni A1 va D bilan bog'lab olaylik. A10 o'rniga A1 qo'shilgan 9 ta D desak, qo'shilgan A12 o'rniga A1 qo'shilgan 11 ta D desak barobar 25. Ikkinchi tenglikni ham A20 o'rniga A1 qo'shilgan 19 ta D qo'shilgan A22 o'rniga A1 qo'shilgan 21 ta D desak, teng ekan 45 ga. Buni sistema qilsak, 2 ta A1 qo'shilgan 20 ta D barobar 25 bo'ldi. 2 ta A1 qo'shilgan demak 40 ta bo'lar ekan deymiz, barobar 45 ga. Bularni ayirib yuborsak, 20 ta D teng bo'lar ekan 25 ga. 20 ga 20 ta D teng bo'lar ekan 20 ga. Bundan D teng bo'lar ekan 1 ga. D o'rniga 1 qo'ysak, 2A1 qo'shilgan 20 barobar 25 bo'lar ekan. Bundan 2 ta A1 ning 5 ekanligi kelib chiqar ekan. Bizga shular kifoya. Biz topishimiz kerak A11 qo'shilgan A21 ni. A11 o'rniga A1 qo'shilgan 10 ta D desak, A21 o'rniga A1 qo'shilgan 20 ta D. Jami 2 ta A1 qo'shilgan 30 ta D bo'lar ekan. 2 ta A1 deganimiz bu yerda topganimiz 5 ga teng. D'imiz 1 ga teng bo'lsa, 30 tasi 30 ga teng bo'ladi. Qo'shsak 35 degan javob kelib chiqar ekan. Javob B bo'ldi. Ikkinchi savol. 2 va 3 ga bo'linmaydigan barcha ikki xonali natural sonlar yig'indisini toping demoqda. 2 va 3 ga bo'linmaydigan ikki xonali sonlar. Keyin dastlabkilarini yozib olaylik. Yuqorini o'chirib yuboramiz. Dastlabkilar qaysilar? 2 xonali desak 11 dan boshlanar ekan, 12 ga bo'linib qoladi. 12 bo'lmaydi, 13 bo'lar ekan. 14, 15 2 va 3 ga bo'linadi. 16 ham 2 ga bo'linadi, 17 ekan keyingisi. 19, keyingisi 23 ekan. Qolganlari 2 va 3 ga bo'linib qoladi. Keyingisi 25 ekan. 29 ketadi, 31 ketadi va hokazo davom etib ketaverar ekan. To oxirgilari 95 bilan 97 bo'lar ekan. 98, 99lar 2 va 3 ga bo'linib qoladi. Demak, shularning yig'indisini topishimiz kerak ekan. Biz bularni ikkita guruhga ajratamiz. Dastlab toq o'rnida turganlari 11 qo'shilgan 17 qo'shilgan 23, toq o'rnida turganlarini alohida sherik qilaylik. Qo'shilgan 29 va hokazo, oxirgisi 95. Va juft o'rnida turganlarni alohida sherik qilamiz. 13, 19, 25, 31 va hokazo 97 gacha. Mana shularni qo'shamiz. Yuqoridagi va pastdagi yig'indilar bu arifmetik progressiya hosil qilmoqda. Ya'ni yuqoriga qarasak, birinchi hadi 11 ga, ayirmasi 6 ga teng bo'lgan arifmetik progressiya va oxirgi hadi 95 ga teng ekan. Bundan biz nechta hadi bor ekanligini topib olaylik. AN formulasi A1 qo'shilgan D ko'paytirilgan N-1 teng bo'ladi AN ga. O'rniga qo'ysak, A1imiz 11 ga teng, D 6 ga teng, ko'paytirilgan N-1 barobar 95 bo'ldi. Bundan 6 ko'paytirilgan N-1 barobar 11 ayrilib ketsa, yoqqa 84 qoldi. 6 ga bo'lib yuborsak, 14 bo'lib N teng 15 chiqar ekan. Demak, 15 ta hadi bor ekan. Bu holda yig'indi formulasiga qo'yib qo'yaveramiz. A1 qo'shilgan AN taqsim 2 ko'paytirilgan N degan yig'indi formulasiga qo'yamiz. Tepani ham, pastni ham. Demak, tepaga birinchi 11 qo'shilgan 95 taqsim 2 ko'paytiramiz. Hadlari soni 15 ekan. Qo'shamiz. Endi pastdagi yig'indiga ham shuni qo'llaymiz. Birinchi hadi 13, oxirgi hadi 97 bo'lamiz 2 ga ko'paytiramiz. Bunda ham 15 ta had mavjud ekan. Sababi ham arifmetik progressiya, birinchi hadi 13 va ayirmasi 6 ga teng bo'lgan arifmetik progressiya bo'lmoqda. Demak, qo'shib qo'yamiz. 11 ga 95 106, 2 ga bo'lsak 53 ekan. 53 ko'paytirilgan 15 qo'shilgan. Keyingisi 110, 2 ga bo'lsak 55 ekan. 55 ko'paytirilgan 15
Bularni qo'shsak, ikkalasidan 15 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, 53 qo'shilgan 55 bo'lar ekanda. Demak, 15 ko'paytirilgan 108. Bu degani 1620 chiqar ekan. Javob A bo'ldi. Demak, davom etamiz. 3-savol. Arifmetik progressiyada A5 ga AN-4 ni qo'shsak 24 bo'lsa, SN va 96 ga teng bo'lsa, n ni toping demoqda. SN formulasini yodga olamiz. SN deganimiz A1 qo'shilgan AN taqsim 2 ko'paytirilgan n ga teng edi. Mana shu 96 ga teng ekan. Suratiga e'tibor bersak, A1 qo'shilgan AN turibdi. Buni indekslar yig'indisi n plus 1. Mana yerda bizga berilgan tenglikni ham indekslarini qo'shadigan bo'lsak, u ham n plus 1 ga teng chiqadi. Arifmetik progressiyada xossa bo'lar edi. Indekslar yig'indisi teng bo'lsa, o'zlarining yig'indisi ham teng. Bu degani A1 qo'shilgan AN deganimiz teng bo'lishi kerak A5 qo'shilgan AN minus 4 ga. Sababi mana indekslar yig'indisi bir-biriga teng. Shunga ko'ra, demak, tepadagi A1 qo'shilgan AN o'rniga 24 qo'yib yuborish mumkin. Maxrajda 2 ko'paytirilgan n barobar 96 ga. 2 ga bo'lsak 12 n teng 96 bo'lar ekan. N teng 8 chiqar ekan. Javobimiz D bo'ldi. Demak, davom etamiz. 4-savol. Arifmetik progressiyani birinchi hali 8 ga yozib olaylik. Birinchi hali 8 ga ekan. Oxirgi hali 74 nechanchidir? N'inchi hali 74 ekan. Agar arifmetik progressiyani ayirmasi butun son bo'lib, u 3 va 9 sonlar orasida bo'lsa, progressiyaning yig'indisini toping. Demak, D deganimiz 3 dan katta ekan, 9 dan kichkina ekan va butun son ekan. U holda A endi yozib olaylik. A1 qo'shilgan D ko'paytirilgan n minus 1. Bunga ko'ra A n 74 ga teng, A1 8 ga teng qo'shilgan D ni bilmaymiz nechiligini, n ni ham mavjud emas hozircha bizda. 8 ni bu yoqqa olib o'tsak 66 qolar ekan barobar D ko'paytirilgan n minus 1. Endi bu yerda mulohaza yuritamiz. Ya'ni D ni bizga butun son dedi. N minus 1 ham tabiiyki butun son, chunki hadlar soni bu. Ikkita butun sonni ko'paytirsam 66 bo'lishi kerak va ulardan biri, ya'ni D 3 bilan 9 ni orasida bo'lishi kerak bizga. 3 va 9 orasida bo'lgan va 66 ga bo'linadigan son kerak. Bu bizda yagona 6 ni qabul qila oladi. Xolos, chunki 3 va 9 orasidagi boshqa sonni D ni o'rniga qo'ysak, n butun chiqmay qoladi. Shuning uchun D ga majbur 6 qo'ya olamiz. Xolos. D ga 6 qo'ysak, 66 barobar 6 ko'paytirilgan n minus 1 bo'lsa, bundan n minus 1 barobar 11 bo'lar ekan. N teng 12 ga teng chiqar ekan. Bizdan progressiya yig'indisini toping dedi. Progressiya yig'indisi SN A1 plus AN taqsim 2 ko'paytirilgan n. A1 birinchi hadi 8, oxirgi hadi 74 deb aytilganida 2 ga bo'lib 12 ga ko'paytiramiz. Qo'shsak 82 chiqarmikin? 82 ko'paytirilgan 12 bilan 2 qisqarib ketsa 6. Ko'paytirsam 12 49 492 ekan. Javobimiz B bo'ldi. 5-savol. Kamayuvchi arifmetik progressiyada A3 1 va A5 ning kvadrati 25 bo'lsa, A1 ko'paytirilgan D ning qiymatini toping demoqda. Xo'sh, demak, A3 1 ga teng, A5 ning kvadrati 25 bo'lish uchun u yo 5 bo'lish kerak yoki minus 5 bo'lish kerak. Bizdan kamayuvchi deganligi uchun, demak, A5imiz A3 dan kichikroq bo'lish kerak. Shu sababli minus 5 ni tanlaymiz. Kvadrati 25 bo'lganligi uchun, demak, o'zi minus 5 ga teng bo'lmoqda. Shunga ko'ra A3 ni yozib olamiz. A1 qo'shilgan 2 ta D deb teng 1 ga. A5 ni yozamiz. A1 qo'shilgan 4 ta D deb. U minus 5 ga teng ekan. Buni ayirib yuborsak, bu yoqda minus 2 ta D qolar ekan, bu yoqda 6 bo'lar ekanda D barobar minus 3 bo'ldi. D ni o'rniga minus 3 qo'ysak, A1 minus 6 bo'lib qolar ekan barobar 1 ga. Demak, A1 teng 7 ga. Bizdan A1 bilan D ni ko'paytmasi so'ralmoqda. A1 7 bo'ldi, D minus 3 bo'ldi. Ko'paytirsak minus 21 bo'lib B javob kelib chiqar ekan. Demak, 6-savol. 30 bilan 86 sonlar orasiga 7 ta shunday son joylashtirildiki, ular berilgan sonlar bilan birga arifmetik progressiyani tashkil qiladi. Qo'yilgan sonlar yig'indisini toping. Demak, bu yerda 30 degan son va bu yerda 86 degan son bor. O'rtada 7 ta son qo'yildi va natijada bular arifmetik progressiya tashkil qilib qoldi.
Bu degani o'rtaga 7 ta son qo'ygan bo'lsak, ikki chekkadagi 30 va 86 bilan jami 9 ta haddan iborat arifmetik progressiya hosil bo'lmoqda. Ularning birinchi hadi 30 ga teng va oxirgi 9-chi hadi 86 ga teng. O'rtada ikkinchi hadidan 8-chi hadigacha bo'lgan sonlar jami 7 ta son turibdi. Endi shu sonlar yig'indisini topishimiz kerak. Buning uchun demak, birinchi had A2 ga qo'shilgan A3 qo'shilgan va hokazo A8 gacha qo'shishimiz kerak. Bunda arifmetik progressiya yig'indisi formulasidan foydalanamiz. Ya'ni birinchi hadiga qo'shamiz oxirgi hadini, bo'lamiz 2 ga ko'paytiramiz. Hadlar soniga o'rtada bizda 7 ta son mavjud edi. Endi yuqoridagi A2 qo'shilgan A8 o'rniga arifmetik progressiya xossasiga ko'ra buni qo'llaymiz. A2 qo'shilgan A8 teng bo'ladi A1 qo'shilgan A9 ga. Sababi indekslar yig'indisi bir-biriga teng bo'lganligi uchun. Demak, A2 qo'shilgan A8 o'rniga biz A1 qo'shilgan A9 qo'ydik. Mahraji 2 ko'paytirilgan 7. Endi uni qo'yamiz. A1 bizda 30 ga teng. A9'imiz demak 86 ga teng. Bo'lamiz 2 ga ko'paytiramiz 7 ga. Qo'shsak 116 ekan, 2 ga bo'lib 7 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, natija 58 ko'paytirilgan 7. 7 kere 8 56 va 7 kere 5 40 bo'lar ekan. 406 javob C bo'lmoqda. Demak, davom etamiz. 7-chi savol. Arifmetik progressiyada A11 40 ga teng, A31 -20 bo'lsa, mana shu nisbatni topishimiz kerak ekan. Demak, A11 o'rniga A1 qo'shilgan 10 ta D desak, barobar 40 ga va A31 o'rniga A1 qo'shilgan 30 ta D desak, bu teng bo'lar ekan -20 ga. Bularni ayirib yuborsak, -20 D teng bo'lar ekan 60 ga. Bundan D -3 ga tengligi kelib chiqmoqda. D o'rniga -3 qo'ysak, yuqoriga A1 -30 bo'lib qolar ekan, barobar 40. Bundan A1 ning 70 ekanligi kelib chiqar ekan. Endi bizdan so'ragan narsasi A101 bo'lingan A91. A101 o'rniga A1 qo'shilgan 100 ta D desak, A91 o'rniga esa A1 qo'shilgan 90 ta D deb olsak, A1 70 bo'ldi, 100 ta D'imiz -300 bo'ldi, D -3 bo'lganligi uchun. Bo'lingan A1 yana 70, D esa -3 ga ko'paytirsak -270 bo'ldi. Natija suratda -230, mahrajda esa -200. -10 ga qisqartirib yuborsak, tepada 23, pastda 20 qolar ekan. Buni aralash kasr qilib qo'yibdi. 1,20 dan 3 deb javobimiz C bo'ldi. Demak, 8-chi savol. Arifmetik progressiyada A1, A3, A5 va hokazo A2n-1 96 bo'lsa va mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, n'ning qiymatini toping. Arifmetik progressiyada toq o'rindagi yoki juft o'rindagi hadlar yig'indisi ham bu arifmetik progressiya tashkil qilaveradi. Toq o'rindagi yoki juft o'rindagi hadlari ham. Demak, mana o'tirgan yig'indi ham arifmetik progressiya yig'indisi formulasiga tushaveradi. Ya'ni birinchi hadi A1 qo'shamiz oxirgi hadi A2n-1 bo'lamiz 2 ga ko'paytiramiz. Nechta hadi bor? 2n-1 gacha, aniqroq 2n gacha olaylik. Mana 1 dan 2n gacha jami 2n ta hadi bo'ladi. 2n ta. Biz ulardan faqat toqlarni olyapmiz. 2n o'zi ham chiqib qolyapti, shu sababli 1 dan 2n-1 gacha bo'lib qolyapti. Ya'ni faqat toqlari olinyapti. Bu degani ularning yarimi juft, yarimi toq bo'lganligi uchun, demak 2n ta haddan yarmini olyapmiz. Bu degani n ta hadi mavjud degani. Mana shu yig'inda 96 ga teng bo'lar ekan. Ana endi arifmetik progressiya yana xossasidan foydalanamiz. Ya'ni A1 qo'shilgan A2n-1 ni o'rniga qo'yishimiz mumkin. An-2 qo'shilgan An+2 mana bu yerda berilgan ma'lumotni. Sababi indekslar yig'indisi chap tomonda ham qo'shganimizda -1 bilan 1 qisqarib ketib 2 chiqar ekan. O'ng tomonda ham indekslar qo'shganimizda -2 bilan 2 ayrilib ketib bizda 2n chiqar ekan. Demak, indekslar yig'indisi teng bo'lsa, o'zlarining yig'indisi ham teng bo'laverar edi. Shu sababli mana yig'indining o'rniga biz 12 qo'yib yuborishimiz mumkin. Sababi mana buni 12 ga teng degan edi. Demak, 12 taqsim 2 ko'paytirilgan n barobar 96. 2 ga bo'lsak 6n barobar 96 bo'ldi. Bundan n teng 16 kelib chiqar ekan. Javobimiz D bo'ldi. Demak, davom etamiz. 9-chi savol.
Kamayuvchi arifmetik progressiyada A1, A3, A5 ning yig'indisi 15 va ularning kvadratlari A2, A3, A4 ning kvadratlari 83 bo'lsa, A13 ni toping demoqda. Demak, tepaga yozib tursak bo'larmikin? Biroz cho'zilishi mumkin bu. Hop, tepani o'chirdik, o'sha yerga yozib turaylik. Demak, A1, A3, A5 ning yig'indisi yozamiz. A1 qo'shilgan A3 qo'shilgan A5 ning yig'indisi teng bo'lishi kerak ekan 15 ga. 15 ga. Mana shu yerdan A1 ning o'zini yozaylik. A3 ning o'rniga A1 qo'shilgan 2 ta D desak, A5 ning o'rniga A1 qo'shilgan 4 ta D desak barobar 15 ga. Qo'shsak 3 ta A1 3A1 qo'shilgan 6D barobar 15 ga 3 ga bo'lib yuborsak A1 qo'shilgan 2 ta D teng bo'lar ekan. Buni 3 ga bo'lib yuboryapmiz. 5 ga teng bo'lar ekan. Bundan A1 ni topib olaylik. 5 minus 2D ga teng chiqmoqda. Ana endi pastdagi ma'lumotga o'tsak bo'ladi, ya'ni A2 ning kvadratiga. A2 ning o'rniga A1 qo'shilgan D ning kvadrati desak, A3 ning o'rniga A3 mavjudmi o'zi bizda? Mayli, A3 ning o'rniga A1 qo'shilgan 2 ta D ning kvadrati desak, qo'shilgan A4 ning o'rniga A1 plus 3 ta D ning kvadrati deb olsak, barobar 83 ga bo'lar ekan. Endi A1 ning o'rniga 5 minus 2 D qo'yamiz. A1 ning o'rniga 5 minus 2 D qo'ydik, qo'shilgan D ning kvadrati. Qo'shilgan A1 ning o'rniga 5 minus 2 D qo'ydik, qo'shilgan D ning 2 D ekan, 2 D ning kvadrati. Qo'shilgan A1 ning o'rniga yana 5 minus 2 D qo'ydik, qo'shilgan 3 D ning kvadrati barobar 83 bo'lmoqda. Birinchi qavsdan bu 5 minus D qoldi kvadrat, ikkinchi qavsdan faqat 5 qoldi kvadrat, uchinchi qavsdan esa 5 plus D qolmoqda kvadrati bilan birgalikda. Ana endi buni kvadratlarga oshirib chiqamiz. 5 minus D ning kvadrati 25, men ajratib qo'yaylik. 25 minus 10D qo'shilgan D kvadrat plus 5 ning kvadrati 25 ning o'zi qo'shilgan bunisi 25 qo'shilgan 10D plus D kvadrat barobar 83 bo'lmoqda. Natijada minus 10D bilan plus 10D ayrilib ketmoqda. D kvadratlar 2 ta bo'libdi va 25 lar 3 ta bo'lar ekan. Ular 75 degani barobar 83 ga. Bundan 2D kvadrat teng 8 ga, D kvadrat 4 ga teng ekan. Bizdan kamayuvchi arifmetik progressiya degan ekan. Demak, D ga manfiy qismini, ya'ni minus 2 ni olamiz. D manfiy bo'ldi, minus 2 bo'ldi. Ana endi A1 ni topib olaylik. A1 bizda 5 minus 2D ga teng edi. Demak, qo'ysak A1 barobar 5 ayrilgan 2 ta D'miz minus 2. Natija plus 4 bo'lib 9 bo'lar ekan. Ana endi so'ragan narsasi A13. A13 o'rniga A1 qo'shilgan 12 ta D deymiz. A1 9 bo'ldi. D minus 2 bo'lsa 12 tasi minus 24 bo'ladi. Ayirib yuborsak minus 15 degan javob kelib chiqar ekan. Javobimiz C bo'ldi. Demak, davom etamiz. 10-savol. Hadlari 1, 3, 7, 13, 21 shu tartibda ketgan ketma-ketlikni ikkita ketma-ket hadlari ayirmasi hadlari 2, 4, 6, 8 ga teng bo'lgan arifmetik progressiyani tashkil qiladi. Berilgan ketma-ketlikning nechanchi hadi 4033 ga teng demoqda. Demak, mana bu ketma-ketlik berilgan 1, 3, 7, 13, 21. Buni xususiyati shunday ekanki, buni ketma-ket hadlarni ayirsak, ya'ni 3 dan 1 ni ayirsak 2 bo'ladi. 7 dan 3 ni ayirsak 4 bo'ladi. 13 dan 7 ni ayirsak 6 bo'ladi. Yana 1 dan 3 8 bo'ladi. Va shu tartibda ketma-ket hadlarni ayirib borsak, bizda mana shu ketma-ketlikning arifmetik progressiyasi hosil bo'lmoqda. Demak, shunga ko'ra berilgan yuqoridagi ketma-ketlikning nechanchi hadi 4033 ga teng bo'ladi degan savol berilmoqda. Demak, buning uchun nima qilamiz? Pastda turgan arifmetik progressiyani boshiga 1 sonini qo'yib olamiz. 1 soni. Mana shu ketma-ketlik berilgan bo'lsin. Endi mana shu ketma-ketlikda, pastdagi ketma-ketlikda birinchi hadini topaman. Bitta hadi yig'indisi bu. Birinchi hadini 1 da o'zi bo'ladi. S2 ni topsakchi, dastlabki ikkita hadi yig'indisi 1 ga 2 ni qo'shamiz, 3 bo'ladi. S3 ni topsakchi, dastlabki 3 ta hadi yig'indisi 1, 2, 4 ni yig'indisi 7 bo'ladi. S4 ni ham topamiz, demak 13 bo'lar ekan. S5 ni topamiz, demak barcha hadlar yig'indisi 1 ga 2, 3,
3 ga 4 7, 13, 13 ga 8 21 bo'lmoqda. E'tibor bersak, mana bu hosil bo'layotgan S1, S2, S3lar bular yuqoridagi progressiyaning, progressiya emas, endi ketma-ketlikning ketma-ket hadlar bo'lmoqda. 1, 3, 7, 13, 21. Demak, mana bu yerda hosil bo'ladigan 4033 ham pastdagi, demak 4033 teng bo'lishi kerak qandaydir pastdagi arifmetik progressiyaning nechtadir hadi yig'indisiga. Demak, shundan foydalanamiz. 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 4 qo'shilgan 6 qo'shilgan va hokazo qanaqadir n'inchi hadigacha yig'indi teng bo'lishi kerak 4033 ga. Endi bu yer arifmetik progressiyada biroz muammo bo'ladi, sababi mana birni o'zimiz qo'shib olganmiz, u progressiyaga qo'shilmaydi. Shuning uchun mana birni u tomonga ayirib yuboramiz. Demak, bizda qoladi 2, 4, 6 va hokazo n barobar 4032 bo'ldi. Endi mana shu bu yoq arifmetik progressiya bo'lib qoldi. Uni nechtadir hadi yig'indisi 4032 ga teng bo'lishi kerak. Shundan foydalanamiz. Demak, Sn bo'ladimi? Sn-1 bo'ladi. Sababi A1dan boshlaganimizda n ta had bo'lar edi. Endi bu safar biz birni chiqarib yubordik. Demak, hadlar soni n-1 qolmoqda. Demak, shundan foydalanamiz. Sn-1 teng bo'ladi 2 ta A1 qo'shilgan, demak D ko'paytirilgan n-1. Sn-1 topyapmiz. n-1dan ham birni ayiramiz. Taqsim 2 ko'paytirilgan n-1 bo'ldi. Mana shu 4032 ga teng bo'lishi kerak. Demak, bu yoqni pastga yozsak, 2 ta A1'imiz 2 ga teng, ikkitasi 4 bo'ldi qo'shilgan. D arifmetik progressiya ayirmasi 2 dan qo'shilib boryapti, 2 ga teng. Qavsida n-2 bo'lingan 2 ko'paytirilgan n-1 teng bo'lishi kerak 4032 ga. Bunga ko'ra, demak, suratda qavsni ochib yuborsak, 2n-2 plus 4 bo'lsa, plus 2 bo'lar ekan. Buni 2 bilamiz, ko'paytirilgan n-1 barobar 4032 bo'lmoqda. 2 ga qisqartirib yuborsak, n plus 1 bo'ldi. Bunisi n-1 bo'ldi. Mana bu yerda 2 emas, 0 ekan. Bu yerda hisob kitobda adashibmiz. Mana 2n ni o'zi qolar ekan. Qavsni ochganimiz 2n-4 bo'lsa, 2n o'zi qolar ekan. Demak, bu yerda 2 ga qisqarib ketsa n bo'ldi. Bu yoq n-1 bo'ldi. Barobar 432 ga teng bo'lmoqda. Endi bu yerda kvadrat tenglama qilib yechish kerak aslida, lekin bu biroz vaqtni olishi mumkin. Shu sababli javoblardan tekshirib ko'rganimiz menimcha ma'qulroq. Endi o'rniga A javob 61 ni tekshirsak, bu 61 ko'paytirib 60 bo'lib, oxiri 0 bilan tugashi kerak. Demak, A javob noto'g'ri bo'ladi. B javob 62 ni tekshirsak, 62 ko'paytirilgan 1 ayirsak 61. Buni oxirgi raqam 2 bo'lyapti. Shu bo'lishi mumkin. Ko'paytirib ko'ramiz 62 ni 61 ga. 2, 6, 12 bir edildi. 36, 37 bo'ldi. Qo'shsak 3782 chiqib qolar ekan. Bu yetmas ekan. Demak, B javob ham xato bo'ldi. C javobda-chi 63 turibdi. Qo'yib ko'ramiz 63. 1 ayirsak 62. Buni oxirgi raqami 6 bilan tugashi kerak. Bizda esa 2 bilan tugamoqda. Demak, bu ham to'g'ri kelmas ekan. Menimcha faqat D qoldi. Shu tutsa kerak. 64 kere 63. Endi o'rniga 64 qo'ydik. Mana 64 ni 1 ayirsak 63 ko'paytirib ko'ramiz. 64 ni 63 ga. 3 kere 4 12, 3 kere 6 19 bo'lsa, 6 kere 4 24, 6 kere 6 38 bo'lsa, qo'shamiz 2, qo'shamiz 9 ga 4 13, 9 0, bu yoq 4 4032. 432 yozib qo'yib qo'ying. 4032 deb yoqda. 4032 ekan javobimiz D bo'lmoqda. Mana yerga endi kvadrat tenglama qilib ishlasangiz ham bo'ladi, faqat 4032 kattaroq son bo'lganligi sababli javobdan tekshirib qo'yish ma'qulroq. Demak, 11-savolga yetib keldik. Arifmetik progressiyada A14 20 ga, S28 esa 600 ga teng, A28 ning qiymatini toping demoqda. Demak, yozamiz. A14 o'rniga A1 qo'shilgan 13D teng bo'lar ekan 20 ga. S28 o'rniga yozamiz. A1 qo'shilgan A28 taqsim 2 ko'paytirilgan 28 teng bo'lar ekan 600 ga. Demak, mana shu tenglikdan biz A28 ni topib olishimiz kerak. Demak, bu yerda 2 ga qisqartirsak pastda A1 qo'shilgan A28 ko'paytirilgan 14 barobar 600 bo'ldi.
Bunga ko'ra A1 qo'shilgan A28 o'rniga A1 plus 27 ta D desak barobar 14 ni yoqqa bo'lib qilib olib o'tdik. 600 taqsim 14 bo'ldi. Buni qo'shib yuborsak 2 ta A1 qo'shilgan 27 ta D barobar o'ng tomonni 2 ga qisqartirsak 300 taqsim 7 bo'ldi. Va bunga mana bu tenglikni 2 ga ko'paytirib sherik qilamiz. 2 ga ko'paytirsak 2 ta A1 qo'shilgan 26 ta D bo'lar ekan barobar 40 bo'ldi. Bularni ayirib yuboramiz. Ayirsak 2 A1lar ketadi. 27 tadan 26 dan bitta D qolar ekan. Buni ayirsak 300 taqsim 7 dan ayiramiz 40 ni. 280 bo'lib suratga chiqsa 20 taqsim 7 bo'lar ekan. Demak, D ni topdik, 20 taqsim 7 bo'ldi. Endi A1 ni topib olaylik. A1 qayerdan birinchi tenglikdan foydalanganimiz yaxshi menimcha. A1 qo'shilgan 13 ta D, ya'ni 20 taqsim 7 teng bo'lishi kerak 20 ga. Bunga ko'ra A1 necha kerak edi o'zi bizga? A28 kerak. Unda ishimiz osonroq bitadi. Unda bizga A1 ni keragi yo'q. Bizga A28 kerak ekan, uning uchun A1 shart emas, D ni o'zi yetarli. Sababi bizda A14 bor. A14 ni bizga aytishgan 20 ga teng degan. A14 ga biz 14 ta D ni qo'shadigan bo'lsak, A28 ga yetib borib qoladi. Demak, A14 imiz bizda 20 ga teng edi, qo'shilgan 14 ta D. D imiz 20 taqsim 7 chiqdi, teng A28 ga. 7 bilan 14 qisqarsa 2 ekan, bu yoq 40, 20 bilan 60 bo'lar ekan. A28 deganimiz javobimiz A bo'ldi. Demak, 12-chi savol. Arifmetik progressiyada A4, A7, A9, A11 hamda A14 ning yig'indisi 45 bo'lsa, dastlabki 17 ta haddi yig'indisini toping demoqda. Xo'sh, demak, A4 ni yozamiz. A1 qo'shilgan 3 ta D deb. A7 ni yozamiz. A1 qo'shilgan 6 D deb. A9 ni yozamiz. A1 qo'shilgan 8 ta D deb. A11 ni yozamiz. A1 qo'shilgan 10 ta D. A14 o'rniga A1 qo'shilgan 13 ta D barobar 45 ga. Qo'shaman jami 5 ta A1 bo'lar ekan. 5 ta A1. D'larchi 3 ta, 6 ta, 9 ta, 17 ta, 27 ta, 27 ga 13 ni qo'shamiz. 40 ta D. 40 ta D teng bo'lar ekan 45 ga. Bu degani 5 ga qisqartirib yuborsak, A1 qo'shilgan demak 40 ta bo'lsa, 5 ga bo'lsa 8 ta D. A1 qo'shilgan 8 ta D teng bo'lar ekan 9 ga. Mana shu tenglikni saqlab turamiz. Bizga dastlabki 17 ta haddi yig'indisi kerak. Bu degani A1 qo'shilgan A17 bo'lamiz 2 ko'paytirilgan demak 17 degani. A1 turib tursin, A17 ni o'rniga A1 qo'shilgan 16 ta D yozsak, bo'lingan 2 ko'paytiruv 17. Tepada 2 ta A1 plus 16 ta D bo'lamiz 2 ko'paytiramiz 17. Tepadan 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, A1 plus 8 ta D bo'lar ekan, mahraj 2 ko'paytiruv 17. 2 lar qisqarib ketdi. A1 plus 8 da esa bizda mana to'rtburchak ichida turibdi, u 9 ga teng. Ko'paytiramiz 17. Demak, 9 kere 7 63, bu yog'i 15 bo'lami? 153. Javobimiz A bo'lar ekan. Demak, navbatdagi savol. 13-savol. Arifmetik progressiyada A98 teng A99 ga va A2n minus 1 ga 1 ni qo'shsak, A3n plus 1 ayrilgan A2n plus 1 ayin bo'lsa, S100 ni toping demoqda. Xo'p, birinchi aytgan tengligi juda ko'p narsani hal qiladi, sababi A98 barobar A99 o'rniga A98 qo'shilgan D deb olsak, unga ko'ra 98 lar ayrilib ketib, D teng 0 chiqar ekan. D teng 0 bo'lsa, arifmetik progressiyaning ixtiyoriy ikkita haddi bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni barcha hadlari bir xil degani. Birinchi haddi ham hammasi A1 ga teng bo'laveradi. Hammasini o'rniga A1 qo'yamiz. A2n minus 1 ham A1 ga teng, qo'shilgan 1 barobar A3n minus 1, 3n plus 1 ham A1 ga teng. D 0 bo'lganligi uchun barcha hadlari bir-biriga teng bo'laveradi. Natijada bu A1lar ayrilib ketdi. Bu yoq ham ayrilib ketarmikin? Xo'sh, A2n plus 1 qo'shilgan 1 AN. Bunday A100 ni topib bo'lmay qolyaptimi? Birlar qisqarib ketar ekan. Bu yerda menimcha qandaydir xatolik ketgan. Sababi hozir mana ikkalasi bir xil qisqarib ketsa, bu ikkalasi ham qisqarib ketib, birni o'zi qolib ketmoqda. Bu yerda qandaydir xatolik ketgan ekan. Xo'sh,
Demak, bizda xatolik yo'q. Bu yoqqa bitsak 0 barobar -1 bo'lib qolmoqda. Bu bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun savolda qandaydir kamchilik bo'lsa kerak. Asosiy g'oya, shuni tushuntirib ketamiz. Agar savol to'g'ri bo'lganda qanday ishlanardi? Mana bu yerga ko'ra, demak, ikkita hadi bir-biriga teng bo'ldimi? Demak, arifmetik progressiyaning barcha hadlari bir-biriga teng bo'laveradi. D 0 ga teng bo'lganligi uchun va mana bu tenglikdan biz A1 ni topib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni A1 emas, ixtiyoriy hadi shundan kelib chiqaveradi. Lekin bizda o'shani topamiz deganimizda ular qisqarib ketib qolmoqda. Xo'sh, qayerdadir 2 bo'lishi mumkin. Mana yerga 2 qo'yib ko'raylikchi, qani misolni to'g'rilashga harakat qilamiz. Demak, 2 qo'ysak, mana shuni o'chirib turay endi. Demak, AN 2n minus 1 o'rniga A1 qo'ydik. Qo'shilgan 1 barobar, bunisi ham A1 minus bunisi ham 2ta A1 qo'shilgan yana A1 bo'lmoqda. Bunga ko'ra A1 qo'shilgan 1 barobar o'ng tomon 0 bo'lyapti. Bundan A1 teng minus 1 chiqar ekan. S100 degani bu 100 ta A1 degani, chunki 100 ta hadini hammasi bir-biriga teng bo'ladi. Bundan minus 100 degan javob chiqar ekan, S bo'lar ekan. Endi biz bu yerda to'g'rilashga harakat qildik, balki boshqa joyda kamchilik bordir. Buni bir o'ylab ko'rish kerak. Lekin asosiy yo'nalish shunday ishlanadi. Demak, 14-savol. Arifmetik progressiyani birinchi hadi 124 ga va ayirmasi -3,3 ga teng bo'lsa, progressiyaning nechta hadi natural son bo'ladi demoqda. Xo'sh, demak, birinchi hadi 124 ekan va dsi -3,3. Bu degan 3 dan 10 degani. Xo'p, endi AN deganimiz A1 plus D ko'paytirilgan n-1 bo'ladi. Bunga ko'ra A1 124, D -10 taqsim 3 ko'paytirilgan n-1. Mana shu yerda nechta hadi musbat, ya'ni natural son bo'ladi demoqda. Buning uchun avvalo bu natural bo'lishi, musbat bo'lishi kerak, ya'ni 0 dan katta bo'lishi kerak. Shu 0 dan katta deb ishlab olaylik dastlab. Bunga ko'ra, demak, 124 3 ga ko'paytirib yuborganimiz ma'qulmi? 3 ga ko'paytirib yuboraylik. 372 ayrilgan 10 ko'paytirilgan n-1 katta bo'lishi kerak 0 dan. Qavs solsak 372 ayrilgan 10n qo'shilgan 10 katta 0 dan. Bunga ko'ra 10n bu yoqqa o'tib ketsa, kichkina bo'lib qoladi. 382 dan bo'lyapti. N kichkina ekan, 38,2 dan bo'lmoqda. 38,2 dan kichkina natural sonlar 1 dan 38 gacha. 1 dan 38 gacha bu birinchi shart, ya'ni musbat bo'lishi uchun. Endi mana bu yerda mana ifodaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, natural bo'lish uchun mahrajda 3 ham yo'qolishi kerak. Mahrajdagi 3 yo'qolish uchun n-1imiz 3 ga karali bo'lishi kerak. n-1imiz 3 ga ko'rin, ya'ni 3 ga karali bo'lishi kerak. Shuni 3 bilan qisqarib natural chiqadi. Bunga ko'ra n teng bo'lishi kerak 3k plus 1, ya'ni 3 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladigan sonlar bo'lishi kerak n deganimiz. Demak, 3 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladigan sonlar birinchisi demak 1 o'ziga teng. Demak, yozamiz. Birinchisi 1, keyingisi 4, keyingisi demak 7 va hokazo oxirgisi bizda 37 bo'lar ekan. 37. Mana shu hadlar ekan. Endi bu yerda nechta son bor? Bu ham progressiya bo'lyapti. Birinchi hadi 1 ga, ayirmasi 3 ga bo'lyapti. Oxirgi hadi 37 ga teng bo'lar ekan. Nechta hadi bor? Demak, AN barobar A1 qo'shilgan D ko'paytirilgan n-1 bo'lsa, AN 37, A1imiz 1, D 3 ga teng ko'paytirilgan n-1. Ular boshqa n pastda nechta had borligini topish uchun qilyapmiz buni. Ayirib yuborsak 36 qoldi, 3 kara n-1. 3 ga bo'lsak 12 barobar n-1 bo'lsa, n teng 13. Ya'ni bu yerda 13 ta son mavjud ekan. 3 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladigan. O'sha sonni mana bu yerga qo'ysak, n-1 o'rniga, unda 3 ga karrali son hosil bo'ladi va yuqoridagi progressiyaning hadi natural chiqadi. Demak, n teng 13. 13 ta hadi mavjud ekan, natural bo'lgan. Demak, 15-savolga yetib kelibmiz. Agar arifmetik progressiyada A1 qo'shilgan AM 90 bo'lsa, SM barobar 270 ga teng bo'lsa, M ning qiymatini toping demoqda. Demak, SM formulasini yodga olamiz. SM formulasi A1 qo'shilgan AM taqsim 2 ko'paytirilgan M bo'lar edi. Mana shuni 270 ga teng demoqda va suratdagi yig'indini 90 ga teng dedi. Bo'lingan 2 ko'paytirilgan M barobar 270. Bu yerda M ni topsak, bu ikkalasi qisqarsa 3 qolar ekan, 2 ko'paytirilgan esa 6 bo'lar ekan. 6 javob B bo'ldi.
Davom etamiz. 16-savol. A4 qo'shilgan A17 teng ekan 17 ga S14 dan S3 narsa 77 chiqsa hamda AK 2020 bo'lsa, ilzosi K'ni qiymatini toping demoqda. Demak, A4 ni o'rniga yozamiz A1 qo'shilgan 3 ta D deb. A17 ni o'rniga A1 qo'shilgan 16 ta D desak barobar 17 ga. Va ikkinchi tenglik S14. S14 dan S3 ni ayirib yuborishimiz kerak. Xo'p, S14 dan S3 ni ayirib yuborsak, bizda 4-xadran bu yoq qoladimi? S14 degani 1-dan 14-gacha yig'indi. S3 deganimiz 1-dan 3-xadagacha yig'indi. Ayirib yuborsak, 4-xadran yoq qoladi. A4, A5 va hokazo A13 gacha qoladi. Barobar 77 ga ekan. Demak, suratida 2A1 yuqoridagi tenglikda 2A1 qo'shilgan 19 ta D bo'ldi, teng 17 ga. Pastda A4 dan A13 gacha yig'indi formulasidan foydalanamiz. Birinchi hada A4, oxirgi hada A13 bo'lamiz 2 ga ko'paytiramiz. Nechta hada bor? 4 dan 13 gacha 10 ta bo'ladimi? 13 tadan demak, dastlabki 3 tasi yo'q, demak 10 ta bo'lar ekan. Barobar 77 bo'lmoqda. Demak, 2 ga qisqartirsak, tepa o'zib turar ekan. 2A1 qo'shilgan 19 ta D barobar 17 ga. Hamda pastdan A4 o'rniga A1 qo'shilgan 3 ta D desak, A13 o'rniga A1 qo'shilgan 12 ta D desak va bu 10 bilan 2 qisqartirib ko'paytirilgan 5 desak barobar 77 bo'lmoqda. Demak, suratida, yana surat deyapman. Tepasida, xullas, tepadagi tenglikda 2 ta A1 qo'shilgan 19 ta D barobar 17 bo'ldi. Pastida qo'shsak 2 ta A1 bo'ldi, qo'shsak 15 ta D bo'ldi. 5 ni bu yoqqa bo'lib yuboramiz. 77 ni 5 ga bo'lsak, demak 154 15,4 chiqar ekan. 15,4. Buni ayirib yuboramiz. Ayirib yuborsak, bu yoqda A1 dar ayrildi, bu yoqda 4 ta D qolar ekan. Buni ayirib yuborsak 1,6 chiqar ekan. Bundan D teng 0,4 bo'lyapti. Endi buni pastdagi tenglikka qo'yadigan bo'lsak, 2 ta A1 qo'shilgan 15 ta D, 15 ta 0,4 6 bo'ladi. 15 kere 4 60 bo'lsa barobar 15,4. Bundan 2 ta A1 barobar ayirsak 9,4, A1 esa 4,7 ga teng bo'lar ekan. Endi AK deganimiz 2023 ga teng. Nechanchidir hali 2023. Demak, A1 qo'shilgan D ko'paytirilgan K minus 1 teng bo'lishi kerak 2023 ga. Shundan K'ni topib olamiz. A1 4,7 bo'ldi, D imiz 0,4 bo'ldi. Ko'paytiruv K minus 1 barobar 2023. Demak, bunga ko'ra 0,4 K ayrilib ketarmikin? Demak, 4,7 ni ayirib olaylik. 0,4 ko'paytirilgan K minus 1 barobar 2023 dan 4,7 ni ayirib yuboramiz. Demak, 4 3 ketsa 2020, yana 1,7 ayirishimiz kerak. Demak, 2018,3 bo'larmikin? Bundan K minus 1 topsak, butun son chiqmay qolyaptimi hozir? Bo'lganimizda butun son 4 ga bo'lmay qolar ekan bu. Demak, qayerda xato ketdimi? A4 ni A1 plus 3 ta dedik, A17 ni A1 plus 16 ta dedik, 17 ga teng. S14 dan S3 ni ayirib yuborsak, mana bu yerda 14 gacha qolar edi. Mana bu yerda xato ketibdi. Demak, 14 dan 3 ta ayirib yuborsak, 14-hadagacha yig'indi qoladi mana bu. 14-hadagacha. Ha, bu yoqni to'g'rilab chiqishimiz kerak ekan endi. Xo'p, mayli. Mana uni A4 dedik. Xo'p, bu yerda A1 qo'shilgan 3 ta, bu yerda A1 qo'shilgan 13 ta deb qoladi endi. Bu yoq 10 taqsim 2 ligi to'g'ri-ya. 14 ta bo'lsa, endi bu yerda 11 ta xato bo'lib qoladi. Mana shu yerda xato ishlabmiz. Demak, shunisini to'g'rilab olaylik. Bir yo'li boshdan boshladik. Demak, yozib chiqamiz boshqatdan. A4 deganimiz A1 plus 3 ta D bo'ldi. A17 deganimiz A1 plus 16 ta D bo'ldi, teng 17 ga. S14 dan S3 ta ayirib yuborsak, bizda A4 dan A5 va hokazo A14 gacha qoladi. Mana shu yerda xato ketgan ekan, shuning uchun butun son chiqmayotgan ekan. Demak, suratida 2 ta A1 qo'shilgan 19 ta D barobar 17. Xo'sh, pastda esa A4 dan A14 gacha, ya'ni birinchi hada A4, oxirgi hada A14 bo'lamiz 2 ko'paytiramiz. Bu yerda endi
11 ta had bo'ladi. 4-dan 14-gacha barobar 77 bo'lar ekan. Demak, tepada 2 ta A1 qo'shilgan 19 ta D turibdi teng 17 ga. Pastda esa A4 o'rniga A1 plus 3 ta D deymiz. Va A14 o'rniga A1 qo'shilgan 13 ta D deymiz. Mahrajimizda 2 bor. 11 ni yoqqa bo'lib yuborsak 7 qolmoqda. Demak, tepada 2 ta A1 qo'shilgan 19 ta D barobar 17, pastda esa 2 ta A1 qo'shilgan 16 ta D barobar 2 ni bu yoqqa ko'paytirib yubordim. 14 bo'lmoqda. Buni ayirib yuborsak 3 ta D barobar 3 bo'lib D teng 1. Endi butun son chiqyapti mana. Dayimiz 1 ekan, tepaga 1 qo'ysak, 2 ta A1 qo'shilgan D o'rniga 1 qo'ysam 19 barobar 17 ga. Bundan 2 ta A1 barobar minus 2 bo'ldi. A1imiz minus 1 chiqar ekan. Endi AK qaysidir hadi 2023 ga teng bo'lishi kerak deb yozamiz. A1 qo'shilgan D ko'paytirilgan K minus 1. Mana shu 2023 ga teng chiqishi kerak. A1 deganimiz minus 1 bo'ldi, D 1 bo'ldi. 1 ni ko'paytsak K minus 1 da o'zi barobar 2023. Bundan K 2025 chiqar ekan. Endi K 2025 bo'lsa, uni ildizini toping deyapti. 2025 dan ildiz chiqaradigan bo'lsak, 45 ga teng chiqadi demak. B javob bo'lar ekan. Xo'sh, demak 17-savol. Kamayuvchi arifmetik progressiyada A5 ni kvadratiga 6 ni kvadratini qo'shsak 100 ekan, hamda S9 54 bo'lsa, A4 ni qiymatini toping demoqda. Demak, yozamiz. Dastlab S9 dan foydalanaylik. S9 deganimiz A1 qo'shilgan A9 taqsim 2 ko'paytirilgan 9 teng bo'lar ekan 54 ga. Bunga ko'ra A1 qo'shilgan A9 o'rniga A5 qo'shilgan A5 yozaylik. Sababi indekslar yig'indisi teng. Bo'lingan 2 barobar 9 bo'lib yubordik, 6 bo'ldi. Tepada 2 ta A5, 2 ga bo'lsak A5 ni o'zi qolyapti, teng bu yoqda 6 ga bo'lar ekan. Mana ikkalasini 2 ta deb 2 ga bo'lib yubordik, bitta qoldi. A5imiz 6 ga teng ekan. Endi bu yerga A5 ni o'rniga 6 qo'ysak, 6 ni kvadrati 36 qo'shilgan A6 ning kvadrati teng bo'lar ekan 100 ga. Bundan A6 ning kvadrati teng 64 bo'lar ekan. A6imiz qaysi birini olamiz? Plus minus 8 bizda kamayuvchi degan ekan. Kamayuvchi bo'lsa A5 dan ko'ra kichikroq bo'lishi kerak. A6 deganimiz demak, unda minus 8 ni qabul qilamiz. Shunga ko'ra A4 ni qiymatini toping demoqda. Xo'sh, demak yozib olaylik. A5 ni o'rniga A1 qo'shilgan 4 ta D desak, teng 6 ga. D ni topib olsak bo'lar ekan mana bu yerdan. Bundan to'g'ri D ni topib olaylik. Ya'ni A6 dan A5 ni ayirsak D kelib chiqadi. Shunga ko'ra A6 minus 8, D'imiz esa A5 esa 6 ga teng ayirsak D chiqish kerak. D'imiz minus 14 ekan. Endi bizdan A4 ni qiymatini toping. A4 deganimiz A5 dan bitta D ni ayirib qo'yamiz. Demak, A5 deganimiz bizda 6 edi. Undan ayiramiz D ni. D'imiz minus 14 ayirganimizda plus bo'lib ketib, javobimiz 20 chiqar ekan. Javob C bo'ldi. Davom etamiz. 18-savol. Arifmetik progressiyada A9 teng 3 ta A3 berilgan ekan. A8 teng 2 ta A3 qo'shilgan 4 berilgan bo'lsa, S10 ni toping. Xo'sh, demak, yana maydalab chiqamizmikin? Shunday qilaverishchi. A9 o'rniga A1 qo'shilgan 8 ta D desak, barobar 3 ko'paytirilgan A3 o'rniga A1 plus 2 ta D deb olsak. Pastda esa A1 qo'shilgan 7 ta D dedik. A8 o'rniga bu yoqda 2 ko'paytirilgan A1 plus 2 D qo'shilgan 4 bo'lmoqda. Sistema tepani A1 qo'shilgan 8 D qavsni ochsak 3 ta A1 qo'shilgan 6 ta D bo'lar ekan. Shuni soddalashtirib olsak, mayli, qavsni ham ochib turaveraylik pastdan. 7 D barobar 2 ta A1 plus 4 ta D plus 8. Tepada D ni chap tomonga olib o'tsam 2 ta D qolar ekan. A1 ni o'ng tomonga olib o'tamiz 2 ta A1. Bundan A1 teng D chiqar ekan. Pastda demak A1lar o'rniga D qo'ysak bo'ladi. D plus 7 ta D barobar 2 ta D plus 4 ta D plus 8 bo'ldi. A1lar o'rniga D qo'yib oldik. Demak, bu yoqda 8 ta D barobar 6 ta D plus 8 bo'lsa, 2 ta D 8 bo'lib, D teng 4 chiqar ekan. A1 ham demak D ga teng edi, u ham 4 bo'ldi. Bizdan S10 ni toping demoqda. S10. Xo'sh, demak bu yerga yozsak S10
Bu ikkita A1 qo'shilgan D ko'paytirilgan n minus 1 taqsim 2 ko'paytirib n formulasidan foydalanamiz. A1 4 ga teng, ikkitasi 8 bo'ladi. D ham 4 ga teng, n 10 ga teng, 10 ta had yig'indisi degan birarsi 9 bo'lamiz 2 ga ko'paytiramiz 9 ga. 10 ga. N'imiz 10 ga teng edi. Birarigamiz 9 bo'ldi. Demak, 4 ga 9 36, 36 ga 8 ni qo'shsak 44, ko'paytirilgan 10 bilan 2 qisqarib ketsa 5. Buni ko'paytirsak 220 ga teng chiqar ekan. 220 javob C bo'ldi. Demak, 19-savolga yetib keldik. Arifmetik progressiyada hadlari A1 P ga, A2 K ga, A3 esa P kvadratga teng. BN geometrik progressiya hadlari B1 P ga, B2 P kvadratga, B3 esa K ga teng. Arifmetik progressiyaning dastlabki 10 ta had yig'indisini toping demoqda. Demak, arifmetik progressiya birinchi hadi bor, ikkinchi hadi bor va uchinchi hadi ham mavjud ekan. Arifmetik progressiya xossasidan foydalanamiz, ya'ni arifmetik progressiyada ketma-ket hadlari berilsa, ikki chekkadagi hadlari yig'indisi, ya'ni birinchi, uchinchi hadlar yig'indisi o'rtadagi hadining ikkilanganiga teng bo'lishi kerak. Endi geometrik progressiyada xuddi shu ko'paytma bilan bo'ladi, ya'ni ikki chekkadagi hadlari ko'paytmasi P ni K ga ko'paytmasi teng bo'lishi kerak, o'rtadagi hadining kvadratiga teng bo'lishi kerak. Arifmetik va geometrik progressiya xossalaridan foydalanmoqdamiz. Dastlab pastda PK teng, buni P ni 4-si deb olsak-da, bundan P ga bo'lib yuborsak, K barobar P kub bo'lar ekan. Yana buni birinchi tenglikka qo'ysak, P kvadrat qo'shilgan P teng bo'lar ekan 2 ta P kubga. Bundan P ga bo'lib yuborsak, P qo'shilgan 1 barobar 2 P kvadratga bo'lar ekan. Bu yoqqa olib bo'lsak, 2 P kvadrat minus P minus 1 barobar 0 bo'lmoqda. Bunga ko'ra P ni topib olsak, bittasi 1 ekan, bittasi 1, bittasi minus 1 taqsim 2 ekan. Xo'sh, qaysi birini qabul qilamiz? Xo'sh, agar P 1 bo'lsa, demak, P 1 bo'lolmas ekan, sababi hozir A1 ga 1 qo'yadigan bo'lsak, P ga A3imiz ham P kvadrat bo'lib, yana 1 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, bu o'zgarmas arifmetik progressiya bo'lib qoladi. Unda A2 ham 1 ga teng bo'lib qoladi, lekin bizdan K ham 1 ga teng bo'lib qolib, P bilan K bir-biriga teng emas degan. Ya'ni P ga 1 olganimizda K ham 1 ga teng bo'lib qolar ekan, buni qabul qila olmaymiz. Demak, faqatgina minus 2 dan 1 ni qabul qilamiz ekan. Demak, yozamiz A1 barobar minus 2 dan 1. Minus 2 dan 1. Xo'sh, K deganimiz P ni kubiga, mana bu yerga ko'ra P ni kubiga minus 2 dan 1 kubi minus 8 dan 1. Bu K A2 ga teng edi. Bir yo'li A2 ga tenglab yozib ketaylik. Va A3 deganimiz P kvadratga minus 2 dan 1 kvadrati 4 dan 1 bo'lmoqda. Endi bundan D ni topib olaylik dastlab. D barobar A2 dan ayiramiz A1 ni. A2 deganimiz minus 8 dan 1 bo'ldi. Ayiramiz A1 minus 2 dan 1 bo'lsa, ayriganda plus 2 dan 1 bo'lar ekanda. Minus 8 dan 1 qo'shilgan, buni 8 dan 4 deb olsak, 8 dan 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, demak, D topildi. Bizdan arifmetik progressiyaning dastlabki 10 ta had yig'indisi S10 so'ralyapti ekan. S10. S10 deganimiz 2 ta A1 qo'shilgan D ko'paytirilgan n-1 taqsim 2 ko'paytiruv n formulasidan foydalanib topsak. A1 minus 2 dan 1, ikkitasi minus 1 bo'ladi. D'imiz 3 taqsim 8 chiqdi. Ko'paytirilgan n-1, n 10 edi, birarsiz 9 bo'lar ekan. Taqsim 2 ko'paytiruv 10. Demak, suratida minus 1 qo'shilgan 27 taqsim 8 ko'paytirilgan 10 bilan 2 qisqarsa 5 ekan. 8 ni ayirib yuborsak 19 taqsim 8 qolar ekan. Ko'paytirilgan 5 bu 95 taqsim 8 degani. 95 taqsim 8 bizda A javob bo'lmoqda. Xo'sh, demak, 20-savolga yetib kelibmiz. 20-savol. Arifmetik progressiyada A2 qo'shilgan A4 16 ga teng ekan, A1 ni A5 ga ko'paytmasi 28 bo'lsa, A2 ni toping demoqda. Demak, mana bu yerda arifmetik progressiya xossasidan foydalanamiz, ya'ni A2 qo'shilgan A4 o'rniga A3 qo'shilgan A3 deb yozib olamiz. Sababi indekslar yig'indisi teng. 2 ga 4 ham 6, 3 ga 3 ham 6 bo'ladi. Barobar 16 bo'lsa, ikkitasi 16 bo'lishi uchun demak bittasi 8 ga teng bo'lar ekan. Endi ikkinchi tenglik A1 ko'paytirilgan A5 barobar 28 degan tenglikda A1 o'rniga A3 ayrilgan 2 ta deb olamiz. Sababi bizda A3 bor.
ko'paytirilgan A5 o'rniga A3 qo'shilgan 2 D deb olsak barobar 28 ga. A3 o'rniga 8 qo'yamiz, minus 2D. Bu yoqqa ham 8 qo'ysak, plus 2D teng bo'ladi 28 ga. Bu kvadratlar ayirmasiga tushar ekan, 64 minus 4D kvadrat teng 28 ga. Bundan 4D kvadratni topsak 36 bo'lar ekan, D kvadrat 9 bo'lar ekan, D teng plus minus 3. Xo'sh, D ga 3 olib turaylik mayli. Xo'sh, musbat yoki o'suvchi kamayuvchi. Ikkita ekan javoblar. 3 olishimiz ham mumkin ekan, minus 3 olishimiz ham mumkin ekan. Sababi kalitlar ikkitadan ekan. Mana o'suvchi yoki kamayuvchi demaganligi uchun ikkalasi ham javob bo'lishi mumkin. Dastlab D ga 3 olib ko'raylik. D ga 3 olsak, bizdan A2 so'ralyapti. A2 deganimiz A3 dan bittadan ayirib qo'yganimiz. A3 ni topganimiz 8 ga teng, undan bittadan, ya'ni 3 ni ayirsak, 8 dan 3 5 bo'lar ekan. 5 qatnashgani faqatgina B javob ekan. Qarasang ikkinchi ham topib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni A2 deganimiz yana o'sha formula. Faqat A3 8 ga teng, D bu safar minus 3 ga teng. Shuncha ayirganimizda plus 3 o'kaydi, baribir 11 degan javob chiqadi. 5 yoki 11. Ikkita javob chiqqan sabab bu yerdan ikkita ildiz chiqadi. 3 yoki minus 3 degan. Demak, 21-savol. Arifmetik progressiyada A3 teng ekan A1 plus A2 ga hamda uchalasini ko'paytmasi 384 bo'lsa, S10 ni toping demoqda. Demak, A3 ni yozib olsak, A1 qo'shilgan 2 D deb barobar A1 turib tursin, A2 ni o'rniga A1 qo'shilgan D desak. A1lar qisqarib ketdi, 2 D barobar A1 plus D ga. Bu D ni ham yoqqa bo'lsam, D teng A1 ga. A1 teng D ga ekan. Endi mana shuni ikkinchi tenglikka qo'llaymiz. Ya'ni A1 ko'paytirilgan A2 ni o'rniga A1 plus D qo'llasak, A3 ni o'rniga A1 qo'shilgan 2 D qo'llasak barobar 384 va A1lar o'rniga D qo'yib yuboramiz mana bu tenglikka ko'ra. D, bunga D qo'ysam bu 2 D bo'ldi, bunga D qo'ysak bu 3 D bo'ldi. Barobar 384 ga. Natijada 6D ning kubi barobar 384. Bundan D ning kubini topsak 64 bo'lar ekan, D 4 ga teng chiqar ekan. Bizdan S10 ni toping deyapti. A1imiz ham D ga teng edi, ya'ni 4 ga teng, A1 teng D ga. S10 deganimiz 2 A1 qo'shilgan 9 D. Bir yo'l formulasini yozib ketaveray. 2 A1 qo'shilgan D ko'paytirilgan n-1 taqsim 2 ko'paytirib n. Biroz tushunarsiz qolmasin, formulasini yozib ketyapman. 2 A1, A1imiz 4 ga teng, 2 8, D deganimiz bizda 4 ga teng, ko'paytiramiz 9, taqsim 2 ko'paytirib n ga 10 qo'ydik. 36 yuqorida hisobladik menimcha buni. 220 chiqqani, xuddi shunaqa yig'in deydi, xuddi shunaqa progressiya edi. Javob C chiqar ekan. Demak, 22-savol. Arifmetik progressiyada A20 ga A17 ni qo'shsa 35 ekan. A21 da A16 ga ko'paytirsa 150 bo'lsa, A2 ni toping demoqda. Xo'p, buni nima qilamiz? Mana bu turgan A20 qo'shilgan A17 ni o'rniga nima yozamiz? A20 qo'shilgan A17 teng bo'ladi A21 qo'shilgan A16 ga. Sababi indekslar yig'indisi bunda ham 37, bunda ham 37 bo'lar ekan. Demak, mana shu yig'indi ham 35 ga teng bo'ldi. Demak, pastga alohida yozsak, A21 qo'shilgan A16 teng bo'lyapti 35 ga. Endi unga ikkinchi tenglikni sherik qilsak, A21 ko'paytirsak, A16 ga barobar 150 ga. Demak, bittasini x, bittasini y deb olsak, qo'shsak 35, ko'paytirsak 150 bo'ladigan sonlar kerak ekan bizga. Buni demak, ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi qilib ishlasangiz ham bo'ladi yoki shunchaki o'ylab topsa ham bo'ladi. Biz vaqt ketkazmaslik uchun oddiy topamiz. X'imiz 30, Y'imiz 5 ga teng bo'lar ekan yoki aksinchasi. Demak, X'imiz bir xil javoblar bor ekan, mayli. X'imiz 5 bo'lib, Y'imiz 30 bo'lishi ham mumkin. Undan bo'lsa ham yechim bo'laveradi. Demak, birinchi holatda ishlaymiz. Ya'ni X'imiz 30 bo'lsin. X deganimiz A21 30 ga teng bo'lsin. Y'imiz, ya'ni A16 deganimiz 5 ga teng bo'lsin. Shunga ko'ra A2 ni topishimiz kerak. Xo'p. A21 o'rniga A1 qo'shilgan 20 D teng 30 ga. Xo'sh, A16 o'rniga A1 qo'shilgan 15 D teng 5 ga. Ayirib yuborsak 5 D qolar ekan teng 25 ga, D teng 5 ga bo'lar ekan. D 5 ga teng bo'lsa, A2 deganimiz A16 dan ayirib qo'yamiz 14 D degani. A16imiz 5 ga teng.
A16 5 chiqqanmi? A16 5 ga tengdi. Ayiramiz 14 ta D. D ham 5 chiqdi. 14 tasi 70 bo'lar ekan. Ayirsak -65. -65 qatnashgan kaliti ikkita ekan. Yo A yoki B. Demak, ikkinchi holatni ham tekshirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni x'imiz 5, y'imiz 30 bo'lgan holatni. Demak, x deganimiz A21 teng. Mana tenglikdan foydalanib ketaveray. Baribir shunga keladi. Ya'ni mana tenglikdan foydalanyapman, faqat o'nni almashib qoladi. O'nni almashganda A1 qo'shilgan 20 d teng bo'lib qoladi 5 ga. A1 qo'shilgan 15 ta d teng bo'lib qoladi. Demak, 30 ga. Bularni ayirib yuborsak, 5 ta d barobar -25 bo'lib, d-imiz -5 chiqib qolar ekan. Va A2 formulasi hali ham o'sha, ya'ni 16 dan 14 ta d-ni ayirib qo'yamiz. Nimaga yana 16? Chunki bizda 16 bor. 16-chi xadini maktabda topib olganmiz. 16 dan foydalanyapmiz. Shuning uchun A2 ni topishimiz uchun. Demak, A16 5 ga teng bo'ldi. Ayiramiz 14 ta d-imiz -5 bo'lsa, bu 75 bo'lib qolyaptimi? Xo'sh, 75. 75 degan javob yo'q. Qayerda xato ketmadimi? Xo'sh, demak, bir tekshirib ko'ramiz. Demak, 10 ni almashda A1 plus 20 ta d demak 5 ga teng bo'lyapti. A1 qo'shilgan 15 ta d 30 ga teng bo'lsa, ayirsak 5 ta d teng -25, d teng -5, bundan muammo yo'q. Va A2 deganimiz A16 dan 10 ni almashganda A16miz 5 bo'yicha qolmaydi. 10 ni almashtirdik-ku. 10 ni almashtirganimizda A16 ni endi 30 deb o'ylayapmiz. Bo'ldi, 10 ni almashdi. Bunisi 30 bo'lar ekan. Bunisi 30 bo'lar ekan. Ya'ni bir safar bunisini 30, bunisini 5 deb o'ylagan bo'lsak, endi keyingisida almashtiryapmiz. Ya'ni A21 ni 5 deb, A16 ni esa 30 deb o'ylayapmiz. Demak, 30 qo'ysak, endi mana bu ham o'zgaradi-da. 30 qo'shilgan bo'lib ketib qoladi. Bu yoqqa 70 bo'ladi. Qo'shsak 100 chiqar ekan. Ya'ni bitta javobimiz 100, bittasi -65. Javob B ekan. Xo'sh, demak 23-savolga yetib keldik. 23-savol. O'suvchi arifmetik progressiyada S8 qo'shilgan S7 teng 26, S8 ko'paytirib S7 144 bo'lsa, S15 ni toping. Demak, yana A bilan B deb olsak, yo x, y deb olsak, x qo'shilgan y barobar 26 ekan, x ko'paytirilgan y esa 144 ekan. Demak, qo'shsak 26, ko'paytirsak 144 chiqadigan sonlarni topishimiz kerak. Bir yo'l yo'nalishda aytib ketay. Agar misol uchun shu paytda ozaki topolmay qolsak, nima qilish kerak? Tepadan y topamiz. 26 minus x qilib, pastda y o'rniga qo'yamiz. X ko'paytirilgan 26 minus x barobar 144 deb buni kvadrat tenglamay keladi. Diskriminant qilib ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Biz hozir vaqt ketkazmaslik uchun ozaki aytib ketamiz. Demak, qo'shsak 26 ko'paytirsa 144 bo'ladigan sonlar bu 18 bilan 8 bitta variant. Va ikkinchi variant, bu safar alohida yozib, ya'ni chalkash ketmaylik. X'imiz 8, Y'imiz 18 bo'lishi ham bu bitta variant. Demak, x deganda biz S8 ni nazarda tutganmiz. S8 teng bo'lyapti 18 ga va S7 ni B deganmiz ekan. S7 teng bo'lmoqda nechaga? 8 ga. 18 8 deyapmiz. Bunga ko'ra S8 dan S7 ni ayirib yuborsak, bizda 8-xada qoladi. Sababi S8 deganimiz 1-xadan 8-xagacha yig'indi, S7 esa 1-dan 7-gacha yig'indi. Demak, ayirib yuborsak faqat 8-xada qoladi. Bu 10 ga teng ekan. 10 ga. Bizdan S15 ni toping deyapti. S15 deganimiz A1 plus A15 bo'lamiz 2 ko'paytirib 15 degani. A1 qo'shilgan A15 o'rniga A8 qo'shilgan A8 olamiz. Sababi indekslar yig'indisi 16 bo'ladi. Bo'lingan 2 ko'paytirib 15. Demak, A8 2 ta bo'ldi, 2 bilan qisqarib ketsa A8 o'zi qoldi. Uni 15 ga ko'paytirsak, A8 ni biz 10 deganmiz. 10 kere 15 150 bo'lar ekan. O'suvchi degani, o'suvchi bo'lsa, demak, shuni o'zi javob bo'laveradi 150. Hozir mana bu yerda ikkinchisini qo'llaymiz desak, S8 deganimiz 8 ga bo'ladi, S7 deganimiz 18 ga teng bo'ladi. Bularni ayirib yuborsak, A8imiz demak, ular yig'indisi borgan sari kamayib ketib qolyapti-da, -10 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerda 7 ta xadini yig'indisini qo'shganimizda 18 bo'lib, 8-xadini qo'shganimizda 8 bo'lib, ya'ni yig'indini qo'shganimizda naborot kamayib ketyapti. Bu degani kamayuvchi funksiya bo'lib qoladi. Ya'ni kamayuvchi arifmetik progressiya bo'lib qoladi. Bizda o'suvchi degan ekan. O'suvchi arifmetik progressiya, shuning sababli faqat bittasini olyapmiz. Agar o'suvchi degan gap bo'lmasa, ikkinchi holatni ham ko'ramiz va kalitda ham
yuqoridagilarga o'xshab u yoki bu degan mana bunaqangi javoblar bo'ladi. Shuning uchun o'suvchi yoki kamayuvchi degan so'ziga ham e'tiborli bo'lish talab etiladi. Tugabdi. Demak, shu yergacha ekan. Demak, bu progressiyaga, arifmetik progressiyaga doir misollar ekan asosan. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Yaqin kunlarda Xudo xolasa 9-savollar jamlanmasini ham chiqaramiz.